Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo fazl marhamati bilan Shom diyoridagi ehson va yaxshiliklarimiz davom etib kelyapti aziz birodarlar. Bir birodarimiz tomonidan mana bu chodirlarda yashayotgan qiynalgan oilalar uchun sadaqa qurboni qilib 3 ta mana bu jonliqni qo'ydi so'yib ulashtirib berishimizni so'ragan. Inshaalloh hozirda mana bu jonlilarni olyapmiz. Hozir qassobxonaga borib so'yib ulashtirib beramiz. Alloh taolo ehsonlarni qabul qilsin. Alloh taolo moliga barakot bersin. Ana aziz birodarlar, alhamdulillah qo'ylarimizni so'ydirib bo'ldik. Inshaalloh hozir ularni bo'lishtirib chodirdagi muhtoj oilalarga tarqatamiz. Va yana mana shu hayit bayrami ham yaqinlashib kelyapti, Qurbon hayiti. Qurbonliklarni kim mana shu Suriyadagi qiynalgan muhtoj oilalarga ulashtirmoqchi bo'lsa, bizning aloqa manzillarimizga chiqishinglar mumkin. Allohning izni bilan yetkazib ulashtirib beramiz. Alloh taolo ehson qilgan birodarimizdan rozi bo'lsin. Mana aziz birodarlar, alhamdulillah qo'ylarimizni so'ydirib bo'ldik. 1 kilo qilib ajratdik. Inshaalloh hozir bularni Haymadagi ehtiyojmand bo'lgan qiynalayotgan oilalarga, faqat Haymadagilar emas, haqiqatda muhtoj bo'lgan oilalarni olib borib beramiz inshaalloh. Ehson qilgan akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin, ehsonlarni qabul qilsin. فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي قتلوا الإنسانية في أعماقهم في حرابي هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي حيوانات في غابي يا من تعمل للدنيا لن ينفعك فما تعمل أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبك الفترة لن تقتل كم سترائي وترائي وتخادع فلا تخجل إن الله عليم لن تخدعه أو تستغفل فغدا إن لن ترجع ضيك للرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله